Islom Maxachev va Ilya Topuria jangi 70-80% ga aniq bo'lyapti do'stlar. Lekin bu yerda bitta-ikkita nuqtalar bor ekan va ko'pchilikni ma'lumotlarni yiqqan holatda o'zimning fikrimni bo'lgasa sizlarga aytib o'taman do'stlar. Birinchidan qarang. Hozir Ilya Topuria kamar uchun jangim bor deb aniq aytayapti. Ya'ni 70 kilogramda men jangovar haftalik bo'lar ekan iyun oyida. O'sha haftada men 70 kilogram kamar uchun aniq jang qilaman. Chunki men 66 kilogramni kamarini qoldirayotganimda menga va'da berishgan ediki, 70 kilogramni chempionlik jangi uchun jang qilasan, ya'ni kamar uchun deyishgan edi. Xo'p, bundan kelib chiqadiki, Ilya Topuriyaga aniq chempionlik jangi beriladi. Lekin bu yerda boshqa mavzular bor. Qarang. Islom Maxachev hozirda hech qanaqa ma'lumot bermayapti va hamma narsani Habibga qo'yib qo'ygan. Habib trenerim nima desa shu bo'ladi. Oddiy sportchini gapi, meni trenerim nima desa men o'shani qilaman degan gap bo'lyapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan ketdi. 77 kilodagi jangchilarning ko'pchiligi Islom Maxachev o'tishini xohlashmasa ham, lekin o'tishini aytishyapti. Chunki o'tsin, gap yo'q, jang qilamiz. Men fikrim bo'yicha agar 77 kilogramga Islom Maxachev o'tadigan bo'lsa, ajoyib janglar bo'ladi. Zo'r janglar. Masalan, shaxsan menga qiziq bo'ladi. Machado Geri bilan, ya'ni uni kurashni qaytarish qobiliyati bilan qanchalik Islom Maxachev uddalay oladi. Ya'ni Machado Gerini yiqita oladimi? Uni gabariti katta, bo'yi katta, 70 kilogram, 70 kilogramdan ko'ra 77 kilogramli jangchilari bo'ydorroq, gavdaliroq, 72 kilogramli jangchilari tarozidan keyin jang kuni 80-81 kilogram bo'ladigan bo'lsa, 77 kiloni jangchilari 90-92-95 kilogram bo'lib ketadi do'stlar. Shuning uchun ham vazn jihatidan ham qiyin bo'ladi. Va bu yerda hozir chempion Bilal Muhammad turibdi va Bilal Muhammadni ham men gaplarini ko'pini e'tibor qilyapman. Men 84 kilogramga o'taman, 84 kilogram menga qiziq deyotgan gaplardan ma'lumki, Bilal Muhammad 84 kilogramga o'tmoqchi. Mana shu oxirgi menimcha fikrim bo'yicha oxirgi jangida menimcha katta ehtimol bilan kamarni himoya qiladi va 84 kilogramga o'tib ketadi va Islom Maxachev oqibatda 70 kilogramni kamari uchun Ilya Topuria va Oliveirani qoldirib, bu yerda menimcha Oliveira va Ilya Topuria 70 kilogramni kamar uchun jang qiladi bir-biri bilan yoki Justin Gaethje bilan jang qilishi mumkin, qaysi bilmayman. Va Islom Maxachevning o'zi ketdi 77 kilogramga o'tib, menimcha katta ehtimol bilan Shavkat Rahmonov bilan ham jang qilib qolishi mumkin do'stlar. Shuning uchun katta ehtimol bilan mana shu hodisalar bo'lib turibdi. Endi qaranglar, masalan, meni fikrim bo'yicha ham ko'pchilik jangchilarning fikri haqiqatdan ham hozir Ilya Topuria o'tsa, Islom Maxachev agar Ilya Topuriani yutadigan bo'lsa, xuddi Volkanovskiy bilan Islom Maxachevning kartinasi bo'ladi. Ya'ni Volkanovskiy ham o'tganida ko'pchilik imkoniyat bermagandi Volkanovskiyga. Shu jumladan men ham. Chunki Volkanovskiy bo'yi past, vazni past, Islom Maxachevning stilistikasi jihatidan Islom Maxachev uncha-muncha odamni yoniga yaqinlashtirmaydi, kam xatoga yo'l qo'yadi. To'g'ri, Volkanovskiy 5-raundda adashmasam bitta zo'r udar bilan urdi Maxachevni, lekin ungacha Maxachev hech qanaqa imkoniyat qoldirmagan edi Volkanovskiyga va ochkolar bo'yicha yutgan edi. Aytishdi, bu birinchi jang Islom Maxachev yutqizardi sal qolsa, unaqa ikkinchi jangni nokaut qildi ham baribir gapirishdi Islom Maxachevni. Ya'ni bir kichkina odamchani nokaut qildi, probitий odamni nokaut qildi degan gaplar bo'ldi. Shuning uchun ham Islom Maxachevga bu narsadan foyda yo'q. Ya'ni o'zingizdan kichkina vazndagi jangchini yutib, siz hech qanaqa foyda topmaysiz degan ma'noda aytayapman. Shuning uchun ham men ishonchim komil bo'lyaptiki, Islom Maxachev o'zini harakatlari bilan, menejerlari, Habibni atrofidagilarning gapi, Bilal Muhammad chempion, 77 ni chempioni bilan gaplaridan bu ma'lumki, Islom Maxachev 77 kilogramga o'tishga tayyorlanyapti. Va yo'q bo'lib qolgandan ma'lum, u kachasa qilyapti, vazni olyapti, kuchini oshiryapti, u 77 kilogramga o'tadi do'stlar. Katta ehtimol bor. Bu yerda bo'lsa, Oliveira va Ilya Topuria jang qilishi mumkin 70 kilogramni kamari uchun. Ilya Topurianing imkoniyati ko'proq Oliveiraga nisbatan. Nimaga? Oliveira shunday jangchiki, jang agar o'zining foydasiga hal bo'lishni boshlamasa, ya'ni raqib undan ustun kelishni boshlasa, Oliveira orqa tarafga qarab ketadi. Katta ehtimol bilan o'zini jang davomida qaytib tiklay olmaydi. Ilya Topuria bo'lsa, teskarisi, u qanchalik jang noqulay bo'lmasin, u o'zini tiklab oladi va jangni o'zining foydasiga hal qilishga harakat qiladi. Va Ilyani bitta zo'r zarbalari bor, chotki uradigan zarbalari bor. Agar Oliveiraga teginadigan bo'lsa, shu zarbasi bilan tegadigan bo'lsa, Oliveira bitta yiqiladigan bo'lsa, Topuria qo'yib yubormaydi, chunki unda parter ham juda ham kuchli. Unga plus tarafi va bo'yi ham kichkina va Topuriani ushlab turish Oliveira uchun oson bo'lmaydi do'stlar.
Bu birinchi fakt. Lekin keyingisi ham bor. Oliveira Muay Thai ustalaridan bittasi, ya'ni jujitsuchi bo'lishiga qaramasdan Muay Thai zarbalarini yaxshi eplaydi, ya'ni yoniga yaqinlashtirmaslik qobiliyatiga ega oyog'i bilan va Oliveirani ham kurashda qobiliyati zo'r. U kimnidir bolyoy qilishi yoki bo'g'ishi uchun yiqitish shart emas, stoykadan ham bo'g'ib qo'yadi. Shuning uchun Ilyaga noqulay bo'ladi. Meni fikrim, Arman Tsarukyan hozircha dam olib turadi. Ilya Tapure va Oliveira 70 kg jang qilishi mumkin kamar uchun. Islom Makhachev bo'lsa Bilal Muhammadni jangidan keyin 77 kg ga o'tish ehtimoli juda ham katta do'stlar. Xo'p, ana endi biz nima kutamiz? Demak, Islom Makhachev bu yerda urushadigan bo'lsa ham 70 kg da Justin Gaethje bilan urushishi mumkin. Kamarini aniq himoya qiladi. Bu menimcha katta ehtimol bilan, chunki hozir Javier Mendes ham aytayapti, Habib ham aytayapti, buni Islom o'zi ham, Ali Abdulaziz bilasizlar, Gaethjeni ham, Habibni ham, Islom Makhachevni ham menejeri, shuning uchun ikkalasini jangini tashkil qilishi mumkin. Gaethjeni yutishi mumkin va 77 kg ga o'tib ketadi yoki shu turish o'tib ketadi. Ilya Tapure bilan jang qilishi mumkin, qachongina UFC Islom Makhachevga davleniya o'tkazadigan bo'lsa. Lekin UFC Islom Makhachevga davleniya o'tkaza olmaydi deb o'ylayman. Nimaga? Islom Makhachev hozirda UFC'ni bunday olib qarasa, vazonlar toifasidan tashqari eng zo'r jangchisi va qirol hisoblanadi. Shuning uchun ham Islom Makhachev hozir tanlash huquqiga ega. Men 77 kg ga o'taman desa, uni hech kim majburlay olmaydi. Men Justin Gaethje bilan jang qilaman desa, uni hech kim majburlay olmaydi. Plus Justin Gaethjeni juda ham UFC hurmat qiladi va Justin Gaethjega oxirgi imkoniyatni berishi mumkin. Eslatib o'taman. Oxirgi imkoniyat Justin Gaethje uchun kamarga bo'lgan oxirgisi bo'ladi. Shunaqa do'stlar, endi mana prognozlarim shunaqa. Islom Makhachev 77 kg ga o'tish ehtimoli bor. Katta ehtimol bilan jang qilsa ham Justin Gaethje bilan jang qilish mumkin. Ilya Tapure bilan jang qilish protsenti juda ham kam. Bo'lganda ham menimcha katta ehtimol bilan Islom Makhachev yutadi Ilya Tapureni. Nimaga? Ilya Tapure xato qiladigan jangchilarni yutkyapti va xato qilgandan keyin kechirmayapti. Lekin Islom Makhachev juda ham kam xato qiladi. Uni kurashi oddiy kurash emas, u oyog'iga kirib o'tirmaydi. Stoykadan o'zidan ham brasoklar qilishi mumkin. Uni sambo uslubidagi qiladigan brasoklari bo'yi past odamlar uchun haqiqiy nima deydi, fojiaviy brasoklar hisoblanadi. Siz bitta oyog'ingizni noto'g'ri qo'ydingiz, Islom Makhachev sizni yiqitib oladi va parterda Islom Makhachev juda ham kuchli kontrol qiladi. Ilya Tapure hali bunaqa kontrol bilan duch kelgani yo'q. Shuning uchun do'stlar juda ham qiziq faoliyat ketyapti. Mana aytdim fikrimni. Tapure, Oliveira, Makhachev, Gaethje va 77 kg ga o'tadi deb o'ylayman. Shunaqa do'stlar, kuzatib olganingiz uchun rahmat. Podpiska qilib qo'yishingizdan chiqmasin. Kuzatganlaringiz uchun rahmat yana bir bor.